Assalomu alaykum hammaga. Va nihoyat kasallardan o'tib chiqqanman. Hali ham tomog'im bo'g'layotibdi. Shunaqa mazam bo'lmayapti borku. Shunaqangi bezilib qoldim isitmadan, tomoq og'riqlaridan. Daji borku 2 kun oldin bosh yuvgandim, lecheniya olayotganim uchun sovuq suv ko'p harakat mumkin emas, chunki isitmam bir hafta umuman uzluksiz tushmadi-da. Shunga sochlarim ham kir, o'zi kasal bo'lgan vaqtim ko'p ovqat yeyman-da, kasallik yengish uchun semirib ham ketdim-da. Endi xudo xolisa bir yaxshilab tuzalib olgandan keyin diyetaga o'tamiz. Hali ham tomoqlarimda bo'g'ilish bor, nima bo'lsa qolib ketmasin. Bugun xudoga shukr ozroq yaxshiman. Lekin hali ham ozroq isitma, terlash bor. Isitma qilgan odam ko'p suyuqlik ichsin degani uchun uyda bugun sho'rva qilganman. Uylar yig'ishtirib chiqdim. O'sha sho'rva qildim. Uyda bir o'zim bo'lganim uchun zerikdim. Video oldim. Xudo xolisa bugun kechga obzorli bitta video chiqaraman. Men sho'rvachani ko'raysiz. Bir o'zimga shuncha ko'p sho'rva. Shunaqa gaplar. Bugun sizlar bilan sho'rva qilamiz. Qarang.